جدد حياة القلب بالقرآن. Bu biz nazil qilgan Qur'on muborak kitobdir. Allohning rahmatini umid qiluvchilardan bo'lish uchun uningga ergishinglar, uningga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. An'am surasi 155-oyat. Alloh taolo bandalarini o'zining kitobiga qiziqtirdi, o'zining kitobini tushunishga, uningga amal qilishga, kishilarni uning tarafiga chaqirishga buyurdi. Alloh taolo o'zining kitobini uningga ergashgan va amal qilgan kishilarga barakatli bo'lishi bilan sifatladi, chunki bu kitob Allohning mahkam og'amchisi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Oldingi soat darsimizda harflar bilan tanishib o'tdik. Harflarningki o'qilishi, yezilishi, kalimalar ichidagi farqliq yezilishi, undan keyin harflarning maxrajlari qatorliq temalar ustida to'xtaldik. Bu soatlik darsimizda bo'lsa, fatha, ya'ni vatanda o'qillar bilganidek, zabar, ya'ni harakatlarningki bir turi bo'lgan fatha. Biz nimishqa fatha deymiz desak, bu mushu sohaningki o'zining xos iborasi, o'zining xos ifodasi bo'lganligi uchun biz shu sohaga hurmat qilib fatha kalimasini qo'llanamiz, mush ifodani ishlatamiz. Fatha deganlik harflarningki ustiga qo'yiladigan yon to'siziqni ko'rsatadi. Fatha belgisi, ya'ni zabar harflarning ustiga qo'yiladigan bir belgi. Bu qo'yilgan harflar ba'zida a tovush qo'shilib o'qilsa, ba'zida a tovush qo'shilib o'qiladi. Masalan, fatha belgisi alif, ba, ta, tha, jim, ha, dal, zal, za, sin, shin, ayn, fa, kaf, lam, mim, nun, vav, ha, hamza, ya qatorliq harflar qo'yilgan chog'da bu a tovush qo'shib o'qiymiz, ya'ni alifningki ustiga fatha belgisi qo'yilgan chog'da a deb o'qiladi. Ba'ning ustiga fatha belgisi qo'yilgan chog'da ba deb o'qiladi. Sal turib buni yana qarab o'tamiz. Bu yerda lam harfi ba'zida cho'ng, ba'zida kichik o'qiladigan harf. Ammo bu zabar kelgan vaqtda yanala la deb kichik o'qiladigan bo'lg'achqa mushu qatorga yeziladi. Undan keyin fatha belgisi xo, ro, sod, vod, to, vo, g'ayn, qof qatorliq harflar qo'yilgan chog'da a tovush qo'shilib o'qiladi. Masalan, xo, ro deganga o'xshash. Miyada o'rnaklari bilan qayta mashq o'tamiz. Tuvandagi harflarning hammasiga a tovushi qo'shilib o'qiladi. Oldi bilan harfni yakka holatda bir o'qiymiz. Undan keyin bu harfga fatha qo'shib, ya'ni a tovush qo'shib o'qiymiz. Alif, a, mana agishib o'qinglar. Ba, ba, ta, ta. Ba'zi harflarning o'qilishi bilan fatha qo'yilgandan keyingi holati asosan o'xshab ketadi. Nimishqa o'xshaydi deb qolmanglar. Sa, sa, jim, ja, ha, ha, dal, da, zal, za, 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 sin, sa, shin, sha, ayn, a, fa, fa, kaf, ka, lam, la, mim, ma, nun, na, ha, ha, vav, va, ya, ya. Yuqorqilar fatha qo'yilgandan keyin a tovush qo'shilib o'qilgan harflar.
Tövəndikiler bolsa A tavuş qoşulub oqulduğan hərflər. Fətə qoyulğan çağda A tavuş qoşuludu. Mağa əgişib oqunlar aldı bilən hərflərninki özünü oquyman, onundanki fətə, yəni A tavuş qoşab durub oquyman. Xa, xa, ra, ra, g'ayn, g'a, qaf, qa, صاد صا ضاد ضا طا طا ظا ظا. Yuqorqilar bo'lsa harflarning ustiga fatha qo'yilgandan keyin a tovushi qo'shilib o'qiladigan harflar. Tövəndə məşq qilib o'tamiz. Oldi bilan harflarni ustiga fatha qo'yilgan holatida ayrim-ayrim harf shaklida o'qiyman. Undan keyin harflarni kalima shaklida birlikda o'qib chiqamiz. Yallah menga ergishib o'qinglar. A, ma, ra, amara, sa, a, la, sa'ala, fa, ma, ra, thamara. Masalan bu harflarni o'qigan chaqda buni fa, ma, ra deb hajlab berdim. Hajilmay o'qigan vaqtimizda thamara deb o'qiladi. Buni thamara deb o'qishga bo'lmaydi. Thamara deb o'qigan vaqtimizda buning yeniga bir alif qo'shib qo'ygan bo'lamiz. Ya'ni fathadan sirt bir alif qo'shilgan bo'ldi. O chaqda bu to'g'ri bo'lmaydi. Baya bir a tovush qo'shilib o'qiladigan a va a harflarini ko'rib o'tdik. Qisqa bo'ladi bu. Shuna diqqat qilishinglarni umid qilaman. Ba, a, fa, ba'atha, na, ba, za, nabada, wa, ha, ba, wahaba, sa, ka, ta, sakata, ba, da, a, bada'a, fa, ta, ha, fataha, ta, ra, ka, taraka, kha, ta, ma, khatama, a, da, adada, ja, a, la, ja'ala, ma, tha, la, mathala, ra, fa, tha, rafatha, ha, za, ra, hadara. Baydıdoq, ra harfi bo'lsa cho'ng o'qiladigan harflardan ham fatha qo'yilgan chaqda a tovush qo'shilib o'qiladi. Shunga buni qanday o'qidik? Ra deb o'qidik. Hadara. Hargizmi hadara deb o'qishga bo'lmaydi. Bu yerda rafasa deb o'qishga bo'lmaydi. Rafasa, hadara. Bu yerda xatama. Bu xa boy ko'rib o'tdik. Cho'ng o'qiladi, uning ustiga a tovush qo'shilib o'qildi fatha qo'yilgandan keyin. Şuna buni xatama, xatama emas,
xatama deyishdan saqlaninglar. Bu yerdagida roni bo'lsa, taraka deb o'qishdan saqlaninglar. Taraka, taraka, xatama, rafatha, hadara, sha, شجرة شجرة عبد عبد خلق خلق. Bu yerdami qof cho'ng o'qiladigan harflardan, ya'ni fatha kelgandan keyin yanlar cho'ng o'qiladi, a deb talaffuz qilamiz. Ya'ni a tovush qo'shilib talaffuz qilinadi. Buni o'qigan chaqda qa, xalaqa deyishga bo'lmaydi yoki xalaqa deyishga bo'lmaydi. Buni xonimi a tovush qo'shiladi, qopqimi a tovush qo'shiladi. Buni o'qigan vaqtimizda xo, la, qo, ya'ni xalaqa. Xalaqa deyishga bo'lmaydi. Bu yerdagi lam bo'lsa a tovush qo'shiladi. Buni la, ya'ni xalaqa. Diqqat qilinglar. A ha da أحد وعد وعد ذراء ذراء نزل نزل كسب دخل دخل رجع رجع شرح شرح وجه وجه. Bu yerdagi hani ha deb qilishni saqlaninglar. Bu ha deb talaffuz qilamiz. Bu yerdagi hani harflarningki farqliq kalimichilikka shakllarni o'rgangan vaqtimizda buni ha deb o'rgangandik. Hargizmi ha deb talaffuz qilib qolmanglar. Vajaha, fa, ra, va, farada. Dot harfimi cho'ng o'qiladigan harflar va buning ustiga fatha sharti belgisi qo'yilgandan keyin bir ot tovushi qo'shilib talaffuz qilinadi. Qayta o'qib beraman. Farada. Diqqat qilinglar. Farada yoki farada yoki farada deyish bo'lmaydi. Fa, ra, va, farada. A, ba, sa, abasa, ba, la, gha, balagha, za, a, ma, za'ama, sa, da, qa, sadaqa. Bu yerdagi sod harfiga fatha belgisi qo'yilgandan keyin a tovushi qo'shilib talaffuz qilinadi. So, so. Butun kalimani o'qib bersam, sadaqa. Mavudda sadaqa deyishdan saqlaninglar. Bu yerda da kelgan chaqda bu da deb kichik o'qiladi, ba deyilmaydi. Qayta o'qib beraman. Sadaqa, sadaqa. Ha, la, ka, halaka, la, a, na, la'ana, gha, ba, ba, غضب, ba, qa, sha, batasha, ba, ra, ba, ضرب, ح, ض, را, حضر, ع,
را ضا عرض طا با ع طبع ن ك صا نكص خا لا طا خلط ظا ها را ظهر ما ك را مكر غا لا ظا غلظ ع ش را عشر ك ف را كفر ف طا را فطر قا دا ما قدم س قا را سقر ج را ما جرم ب قا ن بطن ما ن ع منع ما ث لا مثل ن ضا را نظر ف صا لا فصل و أ خا ذا وأخذ و ج ما ع وجمع ف ف س قا ففسق ف صا را ف فصرف و ن ف خا ونفخ ف ح ش را فحشر ظا لا ما ك ظلمك ف س ج د فسجد لا ذا ها با ذا ذهب ف و قا ع فوقع ف خا لا ف فخلف ف غا ف را فغفر ف ن ظا را فنظر س أ لا ك سألك لا ب را ز لبرز ف خا را ج فخرج ف ها ز ما فهزم و ك ف را وكفر ع قا ب ت عقبته ف ع د لا ك فعدلك و ج د ك ووجدك
ج ع ل ل ك جعل لك. Tövende Sura Fatiha'nın içindeki fetha belgesi koyulgan harflerge qarab ötümüz. Sizlerning Qur'oni Karimni içip Sura Fatiha'dan şu fetha belgesi koyulgan harflerge bir nazar tashlab o'tishinglarni umid qilaman. Bu yerda Bismillahirrohmanirrohim deki ro harfining ustiga fatha qo'yilibdi. Buni ro deb o'qiymiz. Bu yerdami bir dona ro harfining ustiga fatha qo'yilgan. Bunimi ro deb o'qiymiz. Alif alhamdu deki alifning ustiga fatha qo'yilibdi. Bunimi a deb o'qiymiz. Biz faqatla yolg'izla fatha qo'yilgan harflarni o'qib o'tamiz. A ha ra la na ra ra ya ya ka na wa ya ka na ta na ra qa ta ma ra pa la na a ta la غا ما لا و با ne qatorliqlar. Bu harflarga fatha qo'yilgan va biz bularni o'qib o'tdik. Sizlarning Qur'oni Karimni ichib, Sura Fatihaning ichidagi fatha qo'yilgan harflarni tepib chiqishinglarni va ayrim shu harflarni yakka holatda fatha qo'yilgan holatda o'qishinglarni umid qilamiz. Bugungi dars mushaygacha bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. وبه اعتني واحذر من الهجران